O'zbekistondagi eng yaxshi reper sizningcha? Shaka. Dunyodagi? Shaka. O'zbekistonda yashab turib ijod qilish ishtiyoqi ko'proqmi yoki u yoqda ko'proqmi? Kim qanday tushunsa shunday tushunadi. Eng ko'p nima qilyapti hozir O'zbekistonda? Bu ijodkor yetkazib bera olmaganida bo'lmaydimi? Qo'rqasiz, kimdir sizni urib ketadi. Keyin odamlar qandaydir jahldor. Shunga sistemaga tushishingiz kerak. Siz ham menimcha O'zbekistonda shu ma'qulroq bo'lsa kerak. Bizga saviyali narsa kerak. Biz faqat saviyali narsa yeymiz. Da. Yes. O'zi qanday ilhom keladi sizga? O'zim maqtamoqchi emasman uni. Misol uchun balki men ahmoqdirman. Masalan, buzilgan yulduzga degan qo'shiq bor edi. Qora jentrajon. Ular xohlagani uchun saviyali bo'lib qola olmayman. Ana kuni futbolda ko'rdim sizlarga, adashmasam. Futbolda? Metrodan chiqishda ko'rdim, adashmasam. Futbolda tushdingiz-ku, to'g'rimi? Oxirgisida emasmi? Oxirgisi Qirg'iziston bilan o'ynadi. Ha, yo'q, oxirgisida kostyumimni yo'qotib qo'ydim. Kostyumim bor edi. Haligi hamma tushib ketdi, dupur Mirzo olib edi. Qarasam kostyum yo'q. Bittasi kostyum qidiryapsizmi? Ha, bitta qiz olib chiqib ketdi deydi. Qaytib kelib kostyum qidirib Вообще davka edi-da, u payt. Olib chiqib ketdi kostyum. Olib chiqib militsiyaga bergan. Ha, qolib ketgandimi? Ha. Kimnikidir yerga tushib qolgan bo'lsa, olib chiqib ketgan. Shunday qilib futbolga ham tushdingizmi? Tushmadim o'shanda. Rosa charchagan edim. Ha. Dars ketib bordim. O'shanda metroda ko'rib, futbol ketayotgan bo'lsa kerak deb o'yladim-da. Rosa futbol payti dedi, davka yotdi. Ayni o'shada paytda edi. 8 dan o'tdi. Shunaqa payt. Bormi bizda? Xo'p, azizlar, bizda navbatdagi va special mehmon Shaka aka. Yes. Aka, sizni bu yerda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat. Bu intervyuni sal oldinroq qilishimiz kerak edi o'zi aslida. Siz Dubayda edingiz. Va bilishimcha ko'p borib turasiz Dubayga. Shunaqa. Bizning ish endi to O'zbekistonda, to Dubayda. Nima soha bo'yicha borib kelib yurasiz? Hozir tekstil sohasida ishlayman anchadan beri. Biz mato yoki ip eksport qilamiz. Dubayda hamkorlarimiz bor. Tekstildan tashqari hozir qurilishga ham kirib kelyapmiz. Qurilish sohasiga shu ikkita soha bizda aslida. Tekstil va qurilish. Oxirgi payt Dubayga serqatnovman, chunki hamkorlarimiz Dubayda. U yoqda yashagansiz ham, qanchadir muddat, uzoq muddat yashagansiz. Shunaqa. Hozir O'zbekistonga qaytdingiz deyarli. Deyarli emas, men aytishim mumkin, batamom qaytdim. 10 yil yashaganman Dubayda. Hozir 2 yildan beri O'zbekistondaman. Xo'p, O'zbekistonda yashab turib ijod qilish ishtiyoqi ko'proqmi yoki u yoqda ko'proqmi? Bu yoqda bilasizmi, men O'zbekistonga kelishimdan oldin men o'ylagandimki, vaqtim ko'p bo'ladi bu yoqda. Ko'proq vaqt ajrata olaman Dubayga qaraganda degan edim, lekin aksincha bo'lib chiqdi. Umuman vaqt kam. Bu yoqda qiyinroq men uchun ijod qilish Dubayga nisbatan. Chunki Dubayda bekorchi vaqt ko'proq edi. Bu yoqda bir tartib bilan bir schedule qachon nima qilaman, soat nechida nima qilaman deb yurish qiyin ekan. Hammasini chamalab bostirasiz, oxiri ertalabdan kechgacha hech bo'sh vaqt topilmaydi. Shunaqa. O'zingizga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra planlar buzilib ketib qoladi. Shunaqa. Eng ko'p nima qiynayapti hozir O'zbekistonda? Nimadan qiynalyapsiz? Masalan, yoqda o'rganganingiz yoki sizga bir shok bergan narsa nima bo'ldi o'sha kelgan paytingiz? Menimcha shu bilmadim. Piyoda yurish bo'lsa kerak. Masalan, yo'llar ko'chada bemalol piyoda yura olmaysiz, qo'rqasiz, kimdir sizni urib ketadi. Keyin odamlar qandaydir jahldor, badjahl,
negativ ko'p odamlarda, hamma bir-biridan qo'rqqan, hayiqqan, bir-biriga ishonqiramagan. Siz o'zingizni nima desa bo'ladi, vejливый tutsangiz, siz naborot qandaydir yomon gapirishadi. Shunga sistemaga tushishingiz kerak, siz ham qo'polroq bo'lishga majbur bo'lishingiz kerak. Shu tomoni menga tushunarsiz va qiyin bo'ldi o'rganishim. Piyodalar bo'yicha bitta trakam bo'lganda sizda. Ha. O'sha bo'g'zimga kelganidan, jonga tekganidan yozib olgan edik. Shunaqa. Hozir bu trak nimagadir topga ko'tarilmadi. Endi baribir bizda prioritet boshqa. Mashina haqida qo'shiq aytsangiz birdan topga chiqib ketadi. Balki qora jentrajon deganimda balki. Yoki qora jentrani pachoqlash kerak. Da. Yes. Sizda men ko'rganman, o'zbek albomi chiqqan 2022-yilda. Va hozir u yo'q tarmoqlarda. Nega? Buni distributor kompaniya bilan shartnomani vaqti cheklangan edi. Uni yangilash mumkin edi, lekin shunchaki yangilamay qo'ya qoldim. Bilmadim, naqadar zarur bu albomda bo'lishi imенно plashatkalarda. O'zimga uncha yoqmay qolganday tuyuldi. Shundan endi qilish kerak, ko'p prodlit qilish kerak, qilamiz xudo xolasa. Mualliflik ularda qolgan demak. Yoki mualliflik o'zimda. Platformalar bo'yicha ular qaraydi, to'g'ri. Shunaqa. Shunaqa. Yangi albom bo'yicha harakatlar bormi hozir? Aynan albom bo'yicha harakat yo'q. Men yaqin orada hech qanaqa niyat yo'q albom chiqarish. Lekin birma-bir qo'shiqlar chiqarish niyat bor. Menimcha O'zbekistonda shu ma'qulroq bo'lsa kerak. Keyin albom chiqarish uchun juda ko'p vaqt kerak, hamma narsani yig'ishtirib qo'yish kerak. Vaqtga qarshi men hozir uni qila olmayman. Shuning uchun bitta chiqarib turamiz. Bitta chiqargan treklar ham ba'zilari yo'q. Masalan, Buzilgan yulduzga degan qo'shiq bor edi. Buni kimga aytilganini bilamiz, Yulduz Usmonovaga. U nimaga hozir tarmoqlarda yo'q? U ham shu, srog tugagandan keyin yangilanmagan va men yangilash shart emas deb o'ylaganman. Misol uchun ijodkorda qancha qo'shiq bo'lsa, hammasi stream plashatkada doim bo'lishi shart emas deb o'ylayman. Xohlagan paytda qo'yadi, xohlagan paytda olib tashlaydi. Vaqtinchalik bo'lishi mumkin. U Yulduz Usmonovani o'zi eshitmaganmi bu qo'shiqni? Endi bilmadim. Hech qanaqa sizga chiqib yoki yo'q. Hech kim pretenziya bildirmagan. Yo'q. Endi bu juda oddiy qo'shiq edi. So'kmaganman, boshqa qilmaganman. Menimcha pretenziya qilishga asos bo'lmagan bo'lsa kerak. Bu shunchaki aytishuv. Disam emas edi. Aytishuvga o'xshagan narsa bo'lgan. Qaysi masaladan keyin muxlislarni konsert paytida so'kkani uchun o'shandan keyin aytilgan qo'shiq. Shunaqa. Endi menga yoqmagan tarafi bizda xoh u muxlis bo'lsin yoki xoh piyoda bo'lsin, qanday umumiylashtirishga harakat qilaman. Bizda sotsial diskriminatsiya bor-da. Piyoda mashinasi yo'q. Muxlis 50 mingga, 100 mingga olgan. Men artistman yoki men shofyorman. O'sha tarafini oqlamayman biz jamiyatda. Shuning uchun aytganman o'sha. Xo'p. Yana bitta track bor edi. Pensiyaga chiq. Bu juda mashhur bo'ldi. O'rtada boshqa shu bo'yicha boshqa chet el nashrlari bilan ham suhbat qilgansiz. Bu track tarixi qanaqa edi? Bu track Samandar Hamroqulov bilan kelib chiqqan bir tushunmovchilik desa bo'ladi. U orqasidan yozilgan. U kishi Kana nomli qo'shiqqa bir qo'polroq reaksiya bildirgan edi.
o'sha eskicha bir qadimchilarga o'xshab eski mentalitet bilan shunga atalgan. Lekin buni ko'pchilik siyosiy tus berib yuborgan bunga. Bunda siyosiy tus bo'lishi mumkin emas. Mumkin emas. Shunchaki ko'pchilik bu ko'proq ijtimoiy. Misol uchun o'sha endi o'sha davrlarda bir moda bo'lgan mavzu edi, ma'naviyatchilar degan mavzu. O'sha yana qadimchiga o'xshagan, eskilik, yangilik qabul qila olmaydigan odamlar. Bu Samandar Hamroqulovga atalgan qo'shiq, lekin bunday olib qaraganda o'sha ijtimoiy tomoni ham bor-da, lekin siyosiy bu yerda. Undan keyin Samandar Hamroqulov bilan o'zi bilan gaplashmadinglarmi undan keyin? Yo'q. Tinglovchi bitta qo'shiqni har xilcha tushunishiga qanaqa qaraysiz masalan? Bu normalmi? Absolut normalniy. Bu absolut normal holat. Bu ijodkor yetkazib bera olmaganida bo'lmaydimi? Bilasizmi, ba'zi qo'shiqlarimni aynan nimani nazarda tutayotganimni o'zim ham bilmasligim mumkin. Kim qanday tushunsa shunday tushunadi. Masalan, tushunish boshqa, lekin agar biz buni yana o'sha Samandar Hamroqulovga bog'lamoqchi bo'lsak, shunaqa qilmoqchi bo'lsam, men shart emas. Agar ijodkor odam chiqib misolcha reaksiya bildirsa boshqa. Endi bu mavzu yopilib ketgan albatta. Umumiy olganda hamma odam o'zi xohlagancha, o'zini fantaziyasidan kelib chiqib tushunishi kerak. Tushunishga haqli emas, tushunishi kerak. Bu обязательно bo'lishi kerak bo'lganda. Endi musiqa ham qanaqadir eshitganda vizualniy nimadir shakllanadi-ku miyada. Bu xuddi bitta kitobni ekranlashtirishga o'xshaydi-da. Kitobni ekranlashtirsangiz, kitobda boshqa, kinoda boshqa bo'lib qolishi mumkin. Siz kitobda o'qib o'zingizda gavdalantirgan narsa umuman boshqa, kinoda umuman boshqacha bo'lib chiqishi mumkin. Siz kutilmalaringiz bo'lmaydi. Qo'shiqda ham masalan, men zo'r bunaqa narsa deb tushungan bo'lsam, ijodkor boshqa narsani nazarda tutgan bo'lsa, ikki xil fikr paydo bo'ladi ijodkor bilan tinglovchining o'rtasida. Va bu mana hozir normal deyapsiz. Normal holat. Hozirgi paytda ko'pchilik juda saviyali narsalar talab qilishni boshlashdi. Hammadan bizga saviyali narsa kerak, biz faqat saviyali narsa yeymiz. Faqat saviyali bo'lishing kerak deganlar ko'payib ketdi. Ijodkor o'zi saviyali bo'lishga majburmi? Endi saviya ham baribir juda absurd narsa. Endi bu har bir ijodkorga bog'liq deb o'ylayman. Misol uchun o'zimdan kelib chiqsam, agar meni saviyali bo'lishimni xohlashsa, men ular xohlagani uchun saviyali bo'lib qola olmayman. Misol uchun men 10-15 ta odam eshitadi, misol uchun ular aytayapti, sen saviyali bo'l desa, mayli saviyali bo'laman deb saviyali bo'la olmayman. Ijodkor sifatida shuni aytamanki, misol uchun balki men ahmoqdirman. Yoki bir o'ta ketgan saviyam pastdir. Lekin men she'r yoki qo'shiqlarimda men o'zim qanday bo'lsam, o'zimni shunday yoritib beraman. Kimdir misol uchun mendan nimadir kutsa, o'shanga qarab harakat qilmayman. Menimcha haqiqiy ijodkor shunday bo'lishi kerak. O'zim maqtamoqchi emasman uni. Xudoga ming qatla shukrki, menda shunaqa imkoniyat bor. Chunki ijodga moliyaviy tomondan bog'lanib qolmaganman. Shuning uchun o'zim xohlagan narsani xohlagan paytda chiqaraman. Xohlasam chiqaraman, xohlamasam chiqarmayman. Asosiy daromad bundan emas. Yo'q. Bu musiqa hatto ikkilamchi daromad ham emas-da. Umuman daromad yo'q. Men YouTube'da ham hatto monetizatsiyalar o'chirib tashlaganman. Umuman daromad deyarli yo'q. Bu shunday. Men bunga ko'nikkanman. Hobbisiz uchun. Shunaqa. Xo'p, o'zi muxlis shunaqa narsa talab qilishi qanchalik to'g'ri ijodkordan?
saviyali narsa so'rashi yoki ma'lum bir mavzuda narsa so'rashi. Endi muxlis hamma narsaga haqli. Xohlasa saviya so'rasin, xohlasa bachkanalik so'rasin. So'rashga har doim haqli. Lekin uni kim quloq soladi, kim quloq solmaydi o'zining ishi. Ilhom qayerdan ilhomlanasiz? O'zi qanday ilhom keladi sizga? Qaysi holatlarda? Bilasizmi, menga ilhom kelishi uchun men bir kontrol qiladigan situatsiyalar yo'q. Misol uchun uyda yolg'iz qolsam ilhom keladi yoki bir yursam bunaqa qoida yo'q. U o'zidan o'zi kelib qoladi. Men boshqara olmayman. Kelsa o'zidan o'zi keladi. Bir kutilmagan holda. Misol uchun ba'zida aytadi, men yugursam ilhom keladi deydi samolyotda. Menda o'zidan o'zi keladi. Kontrol qila olmayman. Kutilmagan. Siz baribir anaqaga ham qiziqasiz, adashmasam, o'zingizni faylasuf deb bilasiz. Faylasuf deb bilmayman o'zimni. Falsafaga qiziqasiz. Endi qiziqish bor, qiziqish bor. Darshi shu faylasuflik qilish, shu yo'nalishda jiddiyroq kirish niyat bormi qachondir falsafaga? Hozir endi o'rganish, bir havaskor sifatida o'rganish jarayonidaman. Endi boshlaganman. Albatta bor kelajakda. Keyin o'zi nimalarda treklaringizda yoki umuman ijodda qaysi mavzular o'zingizga yaqin deb o'ylaysiz? Hozir sevgi haqida ko'p yozasiz masalan. Yana qanaqa mavzular sizga yaqin deb o'ylaysiz? Shu bo'yicha ko'proq ilhom keladi, shu bo'yicha yozgingiz keladi. Menimcha men atrofimda nima sodir bo'lsa, istalgan narsadan bo'lishi mumkin. Birorta qoida yo'q. Masalan, menga yo'l harakati qoidasi qiziq yoki bir daraxt ekish qiziq. Qoida yo'q. Ilhom qayerdan kelsa, o'sha yerdan kelib turadi. Ikkinchi qismi nima edi savolingiz? Yo'q, o'sha qayerdan mavzu. Sevgi haqida aytmoqchi, sevgi ham juda bir qiyin mavzu aslida. Sizda bu bo'yicha juda ko'p tweetlar bor-da, adashmasam. Endi men qaysi mavzudan yiroqligimni aytishim mumkin. O'ta bir vaqtinchalik mavzular bo'ladi-yu. Nima trenddagi mavzulardan uncha qiziqmayman, chunki bu hozir trend, hozir moda, bir hafta yoki bir oy, bir yildan keyin o'zi hech kim ishi yo'q. Lekin shunaqa bir mavzular borki, bir xoslar adabiyoti deydi. Boqiy mavzular bor-da. Bu 1000 yil oldin ham bo'lgan, 5000 yil oldin ham bo'lgan, 5000 yil keyin ham aktual bo'ladigan mavzular bor. To'g'riroq men o'sha mavzularga qiziqar ekanman deb o'ylab qarasam. Endi sevgi ham aslida o'sha mavzulardan biri. Chunki 10,000 yil oldin ham bo'lgan u, 10,000 yil keyin ham bo'ladi. Misol uchun qora jentira hozir bor, 5 yildan keyin xudo biladi-da. Sevgi boqiy mavzu. Lekin hozirgi kunda ko'pchilik ijodkorlar sevgini yoritib bera olmaydi. Balki u nimaligini tushunmagandanmi yoki men sevgi haqida qo'shiq yozaman, yaxshi bo'lar ekan u deydi-da. Sen yomonsan, men tashlab ketding. Endi bu sevgi emas. Bu aslida sevgi emas. Shunaqa qilib sevgini yoritib bera olmaganligi uchun ko'pchilik ijodkor hozir bu mavzu qandaydir kliche bo'lib qo'yadi, siyqasini chiqarib olgan. Yana sevgi haqida o'ldim kuydimmi degan. Lekin men harakat qilaman haqiqiy asl sevgini avvalambor tushunib yetib, keyin uni yoritishga. Bu juda qiyin. Hali tushunib yetmagansiz. Tushunib yetmaganman deb hisoblaysiz o'zingiz. Menimcha to'liq hech kim tushunib yetmagan. Men shunaqa. Hozirgi fikringiz bo'yicha o'zi sevgi qanaqa bo'ladi? Nima o'zi u? Sevgi nima? Bu menimcha sevgi bu ikki tomonlama quriladigan narsa. Bir tomonlama emas. Keyin aynan mana ijoddagi sevgi haqida gapirsak,
misol uchun sevgi haqida qo'shiq yozganda yoki she'r yozganda faqat birorta shaxsga nisbatan bo'lmaydi-da bu. Bu yaratganga nisbatan bo'ladi. Misol uchun faqat bir qoshi ko'zi chiroyli qizni ko'zi chiroyli bo'lgani uchun yoki sochini rangi shunaqa bo'lgani uchun yaxshi ko'rib qoldim emas g'oya. Bu yerda Xudo shuni yaratgani uchun bu tub hozircha chuqurlashib ketyapmiz. Shoir sevgi haqida yozsa, nafaqat bir shaxsga bo'lgan sevgi, balki o'sha orqali Tangriga bo'lgan muhabbatni ham yoritish kerak. Demak, qatorlar bor sizda. Shoir ko'ylaging uchun nobud bo'lgan ipak qurtining ruhi bo'ladigan shoir bor. Buni menimcha tushunmaganlar ham ko'p bo'lsa kerak buni. Balki. Juda ko'p aylandi, lekin bu gap bu qayerdan kelgan o'zi? Bu ham bir muhabbat haqida o'zi aslida gap qator. Aynan bu qator o'zidan o'zi kelib qolgan. Adashmasam samolyotdamidim? Yo'q, uyda. Uxlab yotgan paytimda uyg'onib kelib qolgan. Menimcha adashmasam birinchi bu gapni yozdingiz, keyin buni atrofida trek yozdingiz, to'g'rimi? Aynan o'sha trekni samolyotda yozganman. U trekda bu misrani keyin qo'shib qo'yganman adashmasam. Yo, bu misra yo'q edi boshida trekda, keyin qo'shib qo'yganman. O'sha bo'lgan. Bu shunchaki misra edi yozib qo'yilgan. Keyin qo'shilgan. Qo'shilgan. Tayyor trek. Menga qanaqa tuyuldi? Birinchi shu gap misra o'ylab topilgan, uni atrofida trek qurilgan deb o'yladim. Shunaqa tuyuldi menga. Uni atrofida bo'lmagan, ishtirokida bo'lgan. Keyin yaqinda yashiringansan degan trek chiqdi Yosh Blond bilan. Oxirgi paytlar Yosh Blond bilan kollaboratsiyalar ko'payib qoldi. Bu yashiringansan trek qanaqa? O'zi aslida bu ham bir muhabbat haqida qo'shiq. Shunaqa, bu aynan qo'shiqning so'zi bir 4 oymi davomida yozilgan. 3 oy yoki juda ko'p vaqt. Lekin uni chiqarish jarayoni juda tez bo'lgan, bir kun ichida. U endi muhabbat haqida shunaqa. O'zi sizda mana trek yozish jarayoni qanaqa bo'ladi? Birinchi so'z keladimi yoki qanaqadir bitlarni eshitib keyin yozasizmi? Men har doim so'zni birinchi o'ringa qo'yaman. Men uchun eng asosiy narsa. O'zi umuman rapda asosiy narsa bu so'z. Bu she'riyatda bir evolyutsiya bo'lgan ko'rinishi rap. Shuning uchun bunda doim so'z birinchi o'rinda turadi. U musiqa, u boshqa baraban, u 88-o'rinlar men uchun. Demak, siz prosta bitlarni sotib olib qo'yasiz. Har doim har xil jiyanim bor, Javohir degan, Fdan shout out. Ana so'zga titik qo'ysangiz. Hozir u qilyapti ko'pincha. O'zi noldan o'zlari yasaydi. O'zlari yasaydi. Zo'r bola, u Jahongir Otajonovning nimasi bo'ldi hozir. Prodyuseri. Sound prodyuseri. Menga ham qilib beryapti yaxshi. Zo'r. O'zi Jahongir Otajonov bilan ijodiy tomonlama qanchalik yaqinman deb o'ylaysiz? Bir-biriga yaqinmi sizning ijodingiz? Bilmadim, men agar Jahongir Otajonov bilan ijodim yaqin deydigan bo'lsam, men o'zimga ko'p baho beravergan bo'larman balki. Menga uning ijodi juda yoqadi, ilhomlanaman. Yaqin bo'lsa yaxshi bo'lardi. Shunaqa. Balki bilmadim. Hech kim bunaqa savol bermagan. Ya qandaydir balki xarakterlar o'xshashdir sizlarda, obrazlar o'xshashdir, lekin qandaydir yaqindek tuyuladi baribir. Balki u ham erkin ijodkorda.
unga ham nima deydi, baribir. Ramkalar yo'q. Ramkalar yo'q. Shu tomonlama balki o'xshashlik bo'lsa kerak. Aha. Duet qilish anaqasi bormi sizda? Istak bor. Istak bor. Balki Do'stlik ham bor bo'lsa kerak endi. Endi Xudo xohlasa, balki bo'lib qolar. Ko'ra, ilhomga, hamma narsa ilhomga bog'liq-da. Ilhomga. Keyin Mirzabek Xolmedovni yaxshi reper deb hisoblaysiz-a siz? Juda zo'r. Aynan qaysi tomonlama u so'zlarni yaxshi teradimi yoki menimcha Mirzabek Xolmedov umuman daho odam. Zamonamiz daholaridan biri deb o'ylayman. U hamma narsani maromiga yetkazib zo'r qiladi. Shu jumladan repni ham. Men u kishini 2000-yillarda eshitardim. O'sha paytda bizda bir tayinli nima desa bo'ladi? Rep o'z Amerikani san'atida, uni qoidalari bor. Qanaqa bo'lish kerak, nima qilish kerak. O'shalarga mos tushadigan ilgari bizda zo'r rep qo'shiqlar yo'q edi. O'shanda Mirzabek Xolmedovda bo'lgan. Shunaqa treklar bo'lgan. U odam rep kulturasi nimaligini tushunib yetib va u so'zlarni bilmadim. Misol uchun men shoirman demaydi-da. Mirzabek akani hech Xolmedovda ustozni hech men shoirman degan gapini eshitmaganman. Lekin uncha-buncha shoirdan ham kuchli so'z yozib, uni rep qilib aytishi bravo. Men shunchaki maza qilib hozirgacha eshitib yuraman playlistimda. Va o'ylayman, menimcha eng zo'r reper O'zbekistonda Mirzabek Xolmedov bo'lsa kerak. Eng birinchi. Meni hammani tabi har xil, menga shunaqa. Juda chuqur yetib boradi. Yurakka. Demak, tinglovchi repni tushunib eshitishi muhim. Albatta. U tushunmasa eshitish kerak emas. Shunchaki kayfiyat uchun eshitib endi haqqi bor, misol uchun demak tushunsa baribir ijodkor haqida ham to'g'riroq tasavvur paydo bo'ladi tinglovchida. Shunaqa. Endi repni biz ham yoshlikda inglizchani tushunmay eshitganmiz. Misol uchun men inglizcha o'rganishim uchun motivatsiyalardan biri tushunish bo'lgan bo'lsa kerak, Eminem. Endi repni tushunmay eshitish baribir noto'g'ri-da. Biz repni tushunmay eshitish bu masalan bir manzildan ikkinchi manzilga bormasdan turib shunchaki mashinada salonda o'tirib salon chiroyli ekan deb qaytib chiqishga o'xshagan narsa menimcha. Chunki repni asosiy funksiyasi u so'zni yetkazib berish. Bu misol uchun muzikasi zo'r ekan, klipi zo'r ekan emas. Birinchi o'rinda so'z turadi. Yoki repni tushunmay eshitish menimcha bu she'riy kitobni rasmlari uchun tomosha qilishga o'xshagan narsa. Endi haqqi bor hamma xolasa tomosha qilsin. Tushunib eshitish kerak. Bizga bilasizmi, rep ko'proq Rossiya orqali kirib kelgan. Umuman SNG davlatlarida u paytda men o'ylamayman ko'pchilik reper ingliz tilini bilgandi boshida. Shunchaki mana uni zo'r eshitilar ekan ovozi, men ham shuni qilaman deb qilganda keyin umuman SNGda, O'zbekistonda deylik, rep rivojlanayotgan paytda ijodkorlar mohiyatdan chetlashib ketgan. Asosiysi so'zligi hech kim e'tibor bermay qo'ygan. Yo, desam rep ekanda deb o'sha yerdan noto'g'ri ketib qolgan deb o'ylayman. O'zi rep nima o'zi masalan qisqa tushuntirganda? Rep bu she'riyatning yangi turi. Eng qisqa tushuntirish menimcha mana shu. Shoirni misol uchun yangi varianti bu reper deb o'ylayman. Masalan hozir dislar ham shu repda. Bu repda qanchalik o'rni bor disda? Dis aytishuvda. Misol uchun aytaylik, ikkita san'atkor qanaqadir bir-biriga dushman bo'lib qoldi.
o'zi yana repni tug'ilish mohiyatiga kelamiz. Bu qanaqa paydo bo'lgan? Amerikada jinoyat juda ko'payib ketgan, bir-birini otib ketish, o'ldirib ketish, boshqa qilish. Keyin sekin ijodkorlar chiqib biz boshqa narsa qilaylik, misol uchun break dance. Hozir bir-birimizni otmaymizda raqsga tushamiz, kim yaxshi o'ynasa o'sha yutdi. Shunaqa break dance paydo bo'lgan, keyin rep ham shunday paydo bo'lgan. Repdagi battle asosiy nima desa bo'ladi? Maqsadi jinoyatni, zo'ravonlikni o'rnini bosish. Misol uchun borib pichoqlab yoki urib, qanaqadir yomon ish qilgandan ko'ra dis aytadi. Keyin bu javoban aytadi. Men yutdim, bu falonchi yutdi, falonchi yutqizdi. Misol uchun Kendrick Lamar direktiv bor urishi mumkin edi, misol uchun yoki bir yomon narsa qilish mumkin edi. Agar rep bo'lmaganda balki shunday qilardi. Lekin u san'at orqali zo'ravonlikni o'rnini bosuvchi narsa. Bu aytishuv. Dis mana eski o'sha aytishuvni yangi turi. Va men shunaqa deb o'ylayman, reperlarda bizda har xil stereotip bor. Misol uchun reper deganda nima deydi? Haligi ichib bu narsalar iste'mol qilib bo'lmag'ur qizlar, men endi shunaqa fikr shakllanganda stereotip. Aslida bunday emas. Reper bu shunchaki shoir. O'zimiz reperlarda ham misol uchun birortasini bilmay ichib yoki boshqa qilib yuradigan yo'q unaqa odam. Juda odobli reperlarimiz bor. Reperlar shunaqa bo'ladi, odobli bo'ladi. Qayerdan kelgan bu? To'g'ri, endi chet elda ayniqsa mana yosh pokoleniyalar orasida bor bir giyohvandlik boshqa berilib ketganlar. No, bu aslida bunday emas-da. Prinsipi juda u yoqda oddiy odamlar ham. Chunki hamma shunaqa. Qozonda bori cho'mchga chiqadi u yoqda. Bu bizda bunaqa narsa yo'q. Repdagi, trekdagi umuman so'kinish so'zlarchi, masalan, hozir repda ko'p ishlatishadi buni. So'kinish so'zlar qiymat tushirmaydimi? Menimcha tushirmaydi. Agar chiroyli so'kinsa. So'kinish hayotimizni bir nimasida, bilmadim. Menimcha bir so'kinish mumkin emas. Bu endi yo'q. So'kinish bor, rugan degan narsa bor-da, bir nima desa bo'ladi. Juda yomon so'kinish bor, bu umuman to'g'ri kelmaydi. Keyin rugan, nima? Sal qo'polroq. Haqoratdan musroq so'zlar ishlatish bor. Biz hayotimizda har doim ishlatamiz-da. Masalan, voy bilin deymiz. Qurib ketgur. Qurib ketgur, bilin, tasqara. Qonunman bir taqiq qilinmagan so'zlarni biz hayotda ishlatamiz. Nega buni trekda ishlatmaslik kerak? Yana bir bor aytaman, repni qoidalaridan biri keep it real. Sen qanaqa bo'lsang, o'zingni shunaqa ko'rsat. O'zingdan sponi yasama yoki bir gangsterni yasama, boshqa yasama. Menimcha bo'lishi mumkin. Haqli reper ishlatishga. Lekin menimcha sizda yo'q-a? Jaz so'kingani menimcha yo'q. Eshitmaganman. Juda ko'p qo'shiqlaringizni eshitganman. Lekin so'kinish so'zlar menimcha topa olmaganman. Yo'q, endi sal qo'polroq so'zlar bo'lishi mumkin, lekin jaz so'kinish yo'q. Ya bor ekan bir ikkita. Hozir esladim. No, bor. Dubayga kirish qiyin bo'lmayaptimi? Nima deysiz? Dubayga kirish qiyin bo'lmayaptimi deyman. Bu aytmoqchi, bu juda bir mavzu ko'tarilib ketdi oxirgi payt. Abu Dabiga kirish qiyin bo'lyapti. Aynan Abu Dabi shahriga. Bunda aviakompaniya boshqa hech qanaqa aloqasi yo'q. Aynan Abu Dabi shahriga o'zbek fuqarolarini kirishi qiyin bo'lyapti, tekshiruvlar bo'lyapti. Ayniqsa erkak kishilar guruh bo'lib borsangiz, 4-5 ta bola bo'lib borsangiz, tekshiruv qattiq bo'lyapti. Ichidan ba'zilarini orqaga qaytarib yuboryapti. U faqat Abu Dabi shahrini, o'sha Abu Dabi emiratini nima desa bo'ladi, qilayotgan ishi. Shuning uchun Birlashgan Arab Amirliklariga bormoqchi bo'lsangiz, Dubayga to'g'ri borganingiz yaxshi. Samolyotda bormaysizda Abu Dabiga?
Avtobusda o'tasiz balki. Yo'q, farqi yo'q. Avtobusda borsangiz ham kirishga muammo bo'ladi. O'zbeklarga. Chunki chegarada avtobusda bilmadim, chegara menimcha bir xil bo'lsa kerak. Masalan, Dubayga tushib kelasiz. Dubaydan avtobusda Abu Dabiga borsangiz hech qanaqa chegara yo'qdir, yo bormi? Yo'q. Dubaydan yo'q, hech qanaqa. Hech qanaqa. Shunchaki Abu Dabi territoriyasiga kirib kelayotganda O'zbekiston fuqarolar qaysi avialiniyadan uchishdan qat'iy nazar to'xtatiladi. Sizda ijodiy krizislar bo'lib turadimi? Bo'ladi. Albatta, hammada bo'ladi. Qanaqa yo'l bilan chiqib ketasiz yoki chiqishga harakat qilasiz? Chiqishga harakat qilmayman. Shunchaki kutaman, qachon ilhom kelib qolsa, balki yaxshi qo'shiq yozib qolarman, lekin chiqishim kerak. Bunaqa narsa yo'q. Shunchaki chiqmayman. Yuraveraman. Bu natural sodir bo'lishini xohlayman. Natural tarzda. Baribir bu sizda hobbiligi uchun ham shunaqa munosabat bor sizda. Shunaqa. Sizda o'zi birinchi professional trek qachon chiqqan? Menimcha 2018 bo'lsa kerak. Lekin undan oldin yuzlab treklarim bo'lgan. Даже sonini bilmayman. 2000 даже kompyuterlar hali chiqmaguncha, moda bo'lmaguncha kasetada даже qo'shiqlarim bor. 8-9 yoshimdan boshlaganman. Uni chiqarish niyat bo'lmagan, chunki hobbi bo'lgan. Keyin bir chiqaraychi desam, qarasam normalni. Nega yo'q? Nega yo'q? Keyin bizda o'sha 2018-yillar bilsangiz hali endi o'zgarishlar bo'lgan O'zbekistonda. O'sha erkinlik shamol tekib, chiqaraylik deb chiqarganman. Qanaqa qabul qilishgan boshida? Ko'pchilik tushunmagan, chunki bu stil noodatiy edi. Hamma uchun emas edi. Lekin tushungan odam tushunib olgan. Qaysi qo'shiq edi birinchisi? Ijtimoiy. Men hayronman o'shaga. Undan oldin Zuluklar degan bor edi. Turimi yo'qmi platformada o'zim esimda yo'q, ko'rib qo'yish kerak. Ijtimoiy tarmoqlar ham juda ko'p rezonans bergan. Eng ko'p rezonans bergan qo'shiq yoki negativ rezonans bergan qo'shiq qaysi bo'lgan sizga? Negativ rezonans menimcha Kana bo'lsa kerak. Kana. Chunki ko'pchilik tushunmagan uni mohiyatini. U Mayakovskiy stilda yozilgan. Obraz kana shunchaki metafora. Adashmasam xuddi shunaqa asari bor edi shekilli. Klop degan. Klop. Demak, boshqa san'at turlaridan ham ilhomlanib turasiz. Ba'zida qaysi san'at turlaridan? Masalan, endi she'r, kino, bo'ladi, tasviriy san'at, kino. Hozir sahnaga chiqish uchun baribir anaqa olish kerak, litsenziya olish kerak. Bu sizda qiyin bo'lmadimi? Yo'q, litsenziya tayyor bor. Qiyin bo'lmaydi. Yo'q, litsenziya olingan o'zi. O'zi shu litsenziya mavzusini qanchalik kerak deb hisoblaysiz? Rapperga masalan, vыступление qilib yurmagan odam sifatida siz shu jarayonlardan o'tyapsiz. Litsenziya qanchalik kerak san'atkorga? Endi ochiq oydan aytadigan bo'lsa, menimcha litsenziyani yagona maqsadi bu xavfsizlik. Lekin boshqa bir foydasini ko'rmayman, bilmayman. Masalan, litsenziya joriy qilindi, qanaqadir foyda keldi degan narsa menimcha yo'q. Balki men bilimim yetarli emasdir bunda. Baribir show biznesni ichiga yurgan odam emasman-ku. Lekin men birorta bir san'atga ko'rsatgan bir foyda ko'rganim yo'q. Xo'p, demak bizda Blitzga o'xshash savollar bor, bemalol uzoqroq javob berish mumkin. O'zbekistondagi eng yaxshi rapper sizningcha? Shaka. Dunyodagi? Shaka.
tinglovchi ritmini tushunib eshitishi muhimmi, buni so'radik. To'yga chaqirishganmi hech? To'yga chaqirib turishadi, lekin men bora olmayman, chunki to'ybob emasda. Stilim bo'lmaydi, to'g'ri kelmaydi. Siz boshqa yo'nalishlarda ham ayta olasizmi? Yo'q. Faqat musiqiy bilim o'zi faqat fortepiano bor. Boshqa yo'nalish aytmayman. Rockka qiziqaman, aytmayman. Musiqadan topgan birinchi pulingiz qancha bo'lgan? Musiqadan pul topganmisiz o'zi? $3-4 bo'lgan bo'lsa, $10 haligi Spotify to'lagan. Mayda-chuyda shunaqa pullar bo'lgan. $30, $20. Qanaqadir pul tushganda Spotifydan esimda. Hayron bo'ldim. Hozir tushmaydi. Hozir o'chirib qo'ygansiz? Yo'q, uni o'chirib bo'lmaydi-yu. YouTube o'chirib yuborganman. Chunki вообще o'ta kam pul tushgan edi. Оскорбление. Hozir tushib turadi mayda-chuyda 10, 30, 20. O'zi avtomatik tushib turadi kartaga. Shuni monetizatsiyasini qilish, mualliflik huquqini himoya qilish ijodni qanchalik o'zgartiradi deb o'ylaysiz? Katta o'zgartiradi. O'shanda haqiqiy ijodkorlar haqiqiy ijod asarlarini yaratadi. Faqat to'yga chiqish uchun emas, balki hozir tushunmayotganlar bo'lishi mumkin-da. Masalan, odamlar musiqa uchun pul to'lashni boshladi. Nima o'zgaradi aynan? Nimalar o'zgaradi? Sifat kiradimi musiqaga? Sifat kiradi, hammasi bir xil bo'lmaydi. Hammasi faqat to'ybob bo'lmaydi. Har xil stillar bo'ladi. Har tomonlama klipi ham yaxshi bo'ladi, qo'shig'i ham yaxshi bo'ladi. Keyin qonun bo'yicha o'zi musiqaga to'lash shart. To'lamay eshitish bu jinoyat. Jinoyat. Просто jinoyat qilishni bas qilyapmiz. Deyish kerak, bas qilish kerak. Halol bo'ladi, ana. Eshitayotgan qo'shig'i halol bo'ladi. O'sha ijodkorga bir arzimagan bo'lsa ham moliyaviy foydasi tegadi. Streamlar uncha yaxshi pul to'lamaydi. Yo'q. Aka, rahmat kattakon sizga. Rahmat.